Xumori orqasida turgan Koinot Kavsari sanatoriyasi qayerda joylashgan? Mana shu orqamda turgan 2021-yildan beri ish faoliyatini boshlagan, hozirda 50 dan ziyod mutaxassislari bor sanatoriyani aytyapsizmi? Aha, Ish tajribasi 40 yilgacha bo'lgan mutaxassislari bor sanatoriyani aytyapsizmi? aha. 3 mahal issiq ovqat, yotoq joy, shifokorlar ko'rigi, oltingurli vanna, giyohli vanna, parafin, griyaz, fizioterapiya muolajalari bor sanatoriyani aytyapsizmi? Aha. Uzi, laboratoriya, kardiogramma, asalli bochka, jakuzi vanna, umumiy massaj, ozonoterapiya, lazeraterapiya qo'shimcha xizmatlari bor sanatoriyani aytyapsizmi? Aha. O'zini komfort va lyuks qulaylikdagi hamma sharoitlarga ega bo'lgan sanatoriyani aytyapsizmi? Aha. Eng muhimi, har bir mijozning sog'lig'i uchun birgalikda kurasha oladigan Koinot Kavsar olami sanatoriyasini aytyapsizmi? Ha, shu sanatoriya qayerda joylashgan? Bu sanatoriya Farg'ona viloyati Chimyon shaharchasi, Konchilar mahallasi, Maftunkor 10 da joylashgan.